mustaqil ish. Buni hozir tekshirib chiqamiz, qanaqa holatda bo'ldi. Podval bo'yicha hech qanaqa savollar yo'q. Hammasini kelishib oldik. Bunisi tushunarli bo'ldi. Birinchi qavatda. Yaxshi. Xo'p, общий sanuzilimiz hammasi joyida. Mana bu mini kuxnya bo'pti, gryazniy kuxnya deydi buni. Kuxnya qilganmiz buni? Ha, bu kuxnya qilganman. Nima uchunki, любой narsa pishiradi-ku, shu yerda pishirib nima qilib tayyorlab keyin tashqariga olib chiqadi. Bu yerda pishiradi-ku, hamma joy hidlanib nima bo'lmaydi. Shuning uchun tashqariga pishirib keyin olib chiqadi. O'zi aslida mana gryazniy kuxnya deydi. Buni yordamchi kuxnya bo'ladi. O'sha yog'li, hidi chiqadigan narsalar. Ham siqiladigan rolni ham nima qiladi? O'sha narsani adashtirish kerak emas. Iloji bo'lsa, u kuxnyaning kladovkasi boshqa bo'ladi. Bu gryazniy kuxnya boshqa bo'ladi. Bu yoqda bitta bo'lsa bo'lmaydimi? Yo'q, iloji bo'lsa alohida bo'lgani yaxshi. Agar bitta bo'ladigan bo'lsa, bunga sal ko'proq joy ketib qoladi. Keyin bu hozir kuxnya uchun bu 1.5 kichkinalik qiladi-da, chunki narsa pishirayotganda yog' sachrashi u yoq bu yoq xavfsizlik uchun bu masofa kattaroq bo'lishi kerak. Eng kamida o'sha 1.20 lar yurish uchun joy qolishi kerak-da, tushundingizmi? Обязательно forchka bo'lishi kerak. Bu degani sal kattaroq obyektlar, proyektlar bo'ladi-ku, o'shalarda ishlaganingizda обязательно forchka tashab ketish kerak yoki oyna tashab ketish kerak, chunki bu yerda havo zo'r aylantirilishi kerak. Vitishkalar ham shuning uchun zapasi bilan qo'yiladi. Forchka qo'yilmaganim uchun men bunga katta vitishka qo'ydim-da. Chunki dabavkasi bilan motorcha qo'yib nima qiladi? O'sha narsani inobatga olasiz. Burada muammo yo'q. Bu zona o'sha lechebniy zona deymiz. Juda ham mo'shli chiqqan mana shu. Tak, ketdi. Sauna. Bu dush, tualet. Yaxshi, orqa tomonda joy bor. Ikkinchi qavatda nima gap? Bu devor nimaga qo'ydik? Kuzda kirasiz-ku, kuzga nima qilmaydi-da, tashlamaydi-da. Spalnya. Ana shu narsani vazifasini mana bu eshikni o'zi bajarib qo'yapti-da. Eshikni bu tomonga ochyapsiz-ku. Buni o'zi o'sha mana bu narsani nima deydi, bitta ko'zga tashlanmasligini ta'minlaydi. Keyin qiblamiz qaysi tomonda edi? Bilmaymiz-a. O'sha qiblani обязательно belgilab olishingiz kerak-da, qaysidir tomonni belgilab olib turib, o'shanga qarab turib hamma mebellarni joylashtirish kerak. Balki mana shu vaziyatingizda ham qibla to'g'ri kelganda spalni bu tomonga joylashish ham mumkin edi-da. Tushundingizmi? U juda qattiq e'tibor berish kerak. Qiblani belgilab olishingiz kerak. Hozir men bunaqasiga tepa tomonga qarataman desam, qiblani mabodo shu tomonda bo'lsa, sanuzillaringiz to'g'ri kelmayapti. Agar bu o'ng tomonda deb oladigan bo'lsak, endi mustaqil ish-ku, real hayotda birinchi qiblani topib olib, o'shani ustida ishlash kerak bo'ladi. Siz ham mustaqil ish qilganda ham o'sha narsani konkret belgilab, o'zingizni qiynashingiz kerak-da. Hozir men bunaqasiga qarataman desam ham, o'sha mana bu spalnilarim to'g'ri kelmayapti, bular to'g'ri kelmayapti, bu tomonga qaratsam ham to'g'ri kelmayapti, pastga qaratsam to'g'ri kelmayapti. Garderobmi? O'shanda ikkinchi etaji. Xo'p, prachka bo'ladigan bo'lsa, mabodoga kirayotgan xona bo'ladigan bo'lsa, bu yurishga joy juda kam qolgan. Iloji bo'lsa, stralniy mashinani o'zini bu yoqqa olish kerak yoki mana bu mebelingizni bu tomonga olish kerak, buni yoniga. Bemalol hamma narsa sig'adi. O'shanda yurishga joy qoladi. O'shani hisobini olib turib eshikni surish kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shu biz qo'yib ketadigan eshikni вообще ahamiyati juda ham katta-da. Nimaga biz mebelirovka bilan qilamiz? Ertaga hayotda mana bunaqa muammo bo'lmasligi uchun. Ha, o'sha interyerni o'ylab ketib, shu eshik tashab ketilishi kerak-da. Tushundingizmi? Ba'zilar mebelirovkasiz proyekt chizadi, u juda ko'p joyi to'g'ri kelmay qoladi ertaga mebel qo'ygandan keyin. Yaxshi, bu yoqlarda savollar bormi? Yo'q. Tushunarli.
Sanuzellari hisobini olib monolitni ochib ketdingizmi? Bu yerda o'chib ketganman. Bu yoqqa joylashdimi shunda? Yo'q, mana bu yerga. Ana shu noto'g'ri bo'lib qolibdi lekin. Mana shu cherdakka chiqadigan joy juda ham muhimda. Asosiy masalalardan bittasi. Bu iloji bo'lsa mana shu zinadan olib qochish kerak, foydasi. Keyin mana bunaqa koridorga o'xshagan joylar bo'lsa, mana shunaqa joyga joylashtirsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Birinchidan xavfsiz, ikkinchidan patologda, dizaynda mana bu katta joylarda xalaqit bermaydi. Hozir misol uchun mana bu yoqqa joylashtirsangiz, narvon sirpanib ketib yiqilsa, uzoq yiqiladida, tushundingizmi? O'sha narsaga qattiq e'tibor bering. Demak, bu yoqqa o'sha koridorni hisobini olib, bu yoqqa olasiz, bitta plitani olib tashlaysiz. Xo'p, sluxovoy oknoni ko'rasiz, bu razmeri menga ancha kichik ko'rinyapti. Bu fasad dizaynini o'zgartirib ijod qilib chiqasiz. Kuchli dizayn kerak bizga fasadga. O'shanda mana bu sluxovoy okno ham sal kattaroq bo'ladi, havo aylanishi bemalol bo'ladi tomda. Xo'p, razrezlarda o'sha gap esdan chiqib qolmasin, ortiqcha detallarni olib tashlagingiz yaxshi, u chalg'itadi faqat. Shunda ham ma'lumot juda ko'p berilyapti-da bu yoqda. Tushundingizmi? Mana bu asosiy chizgilarni bu chalg'itib yuboryapti. Bermaslik kerak. Xo'p. Bu yoqda muammo yo'q. Bu fasada. Regellar misol uchun bu ham betondan bo'ladi-ku, buni ham o'sha xachlarni berib, mana bu yerda plitalarni beribsiz-a razrezda. Yaxshi. Bu yerda regel ko'rinmaganmi o'shanda? Yo'q, devor bekitadi. O'sha narsani yaxshilab tasavvur qilib chizdingiz. Bu yerda xachlar qolib ketmasin. Xo'p, shuncha narsani chizdik. Klientga bu yoqmasa, fasad dizayni kerak emas shuncha narsa, to'g'rimi? Bu narsa chizilguncha shuncha, misol uchun ijod qilingan, muhokama qilingan. Bunchalik detalniy qilib hamma ham chizib o'tirmaydi. Bu yerda Ansorbekda o'zi fundament bo'lgan, tushuncha bo'lgan, soha bo'yicha ishlaganlar. Bu yerda hozir ancha kuchaytirish uchun kelganlar. Mana shunaqa ijod qilib chizilgan. Har doim ham bunchalik detalni chizish shart emas. 4 ta chiziq bilan misol uchun qaysi xonani qaysi tomonga qo'yishni eskiz qilib olib, keyin uni ustida ishlansa ham bo'ladi. Agar mana bunaqa detalni ishlab chiqadigan bo'lsangiz, u juda ham undan ham yaxshi bo'ladi. Xullas, fasad qidirilyapti hozirgi holatda. Bunda ancha ijod qilingan. Tomga g'oya, buni hozir tushuntirib berasiz. Fasad masalasini ko'rib chiqamiz, chunki bizga ancha kuchli noodatiy fasad kerak. Planirovka ham o'zi noodatiy chiqqan, uni ham bir tushuntirib obzor qilib beramiz alohida. Xo'p, mana bu narsani bitta o'zingiz ham tushuntirib bersangiz bo'ladi. Nima mo'ljallaganingizni tomda? Bu fasadni avvalda bunaqa chizdim. Shunaqa qilmoqchi edim, keyin o'tirib bir g'oya keldi, shunaqa qildim. Ikki tomon qo'shnilar bor. Bu yerni devor bilan yopishtirib, o'sha zinani tomgacha ko'tarib, keyin bu yerda обычный kirisha berib, bu yerni polniy teplitsa qildim. Arxitekturniy kabina bo'ladi bu yer, kabinet. Shu yerda o'tirib, misol yomg'ir tagida, qor tagida mazza qilib ishlasangiz bo'ladi. Keyin bu yerlar hovli bo'ladi. Barbekyumi yo bironta katmi, biron narsa qilib o'tirsangiz bo'ladi. Keyin bu yerni mana o'zlarini chizdim bu yerda. Mana o'sha nima deydi? Teplitsani shishalari kelib, yomg'iri bunday ketadi-da. Keyin o'sha kelasida обычный shu nimani oynani ochsangiz agar hovlingizni bahzur ko'ra olasiz. Keyin buning tagida как раз tom bo'ladi-ku bu yer. Va gipskardon bilan yopishtirib, o'sha o'ziga kerak bo'lgan doskami, biron proyektni, biron narsalarni devorlarga nima qilsangiz bo'ladi. Chunki bu yerlar polniy shisha bo'ladi o'sha. Keyin buni qilmoqchi edim shu proyektda, lekin vaqtim oz qolgan, shuning uchun qila olmadim do'stlar aka. Oddiy qilib qo'ydim-da.
Bo'ldi. Oddiy qilib qoldirmaymiz, Hmm. chunki hozir planirovkamiz ham ancha noodatiy chiqqan. Hozir bu yerdagi, misol uchun, Yo'q, buni hikoyani albatta zo'r, oxiriga yetkazamiz. buni bo'lmasa. albatta qilamiz oxiriga hozir. Tak, tom chizmasi bu yerda turibdi. Xullas, reja zo'r, g'oya zo'r. Mana bu yerda tepasi o'sha shishali bo'lgan. Buni Hmm. shu ochilib yopiladigan qilsa ham bo'ladi hozirgi vaqtda. Mana shu qismi shishadan bo'ladi. Ko'chadan qaraganlarga oddiy tom bo'lib ko'rinadi, shisha ko'rinmaydi. Funksiyani tabiiy yorug'likdan foydalanish вообще zo'r chiqadi. Orqa tomoni ochiq terrasa bo'lgan. Buni ham Bu pastdan yerni- qaraganda oddiy tom Bu ko'rinadi. yerni polni hovli qildik, chunki hovlimiz juda ham kichkina. Hmm. Polni bino bo'lmasin, tepadan хотя бы bironta hovli bo'lsin deb nima qildikda. Xullas zo'r. Ansorbek Tojikistondan kelib, malaka oshiryaptilar hozir. Umuman noldan misol uchun keladigan bolalar ham bemalol sohani o'rganib, bemalol eplab keta oladigan darajada o'rganib ketishadi. Yaxshi, buni oxiriga yetkazib obzor qilib beramiz. Xo'p. Shuncha narsani chizdingiz, darslarni ko'rdingiz. Soha bo'yicha sizda tushuncha bor edi. Umuman noldan kelganlar qiynalmaydimi? Mabodo bir aytingchi. Endi ko'rganda do'stlar aka, men o'zi 4 yildan beri bu sohada ishlayapman. Bizda menda ko'p savollar bor edi. Shu savollarimga javob topmadim to'g'risi. Ancha odamlarni so'radim, qidirdim, nima qildim. Ba'zi odamlar bor edi, arxitekturani zo'r biladi, opiti ancha katta edi, lekin ular aytmadi-da. Bilmadim nima uchun aytmadi. Keyin bu O'zbekistonga boshqa narsa uchun keldim-da. Shu darsingizni Instagramda ko'rgan edim bir paytlar. Keyin o'sha esimga tushdi, sizni ko'rib nima qilib darsingizni o'qishni niyat qilib kelib, o'zingiz bilan nima qilib ko'rishib, mana ancha narsani, o'sha barcha bilmaydigan savollarimni o'zingizdan so'rab javobni oldim. Endi nima deydi? O'sha narsalar mayda narsalar bo'lsa ham, lekin juda ham muhim narsalarda ular so'xmonda. O'sha narsani agar hozir shu so'xmonda o'sha odamlar proyekt qiladi-ku, bir o'rza avaz qilib 100 ming, 200 ming, 300 ming, 500 ming dollardan misol proyekt qiladi-da, polniy proyektni uni ichini вообще katta rasod qilib proyekt qiladi-da, lekin o'sha mелочь arxitekturniy detallarni qilmaganlik uchun arxitektor xatoligi-ku. Bu arxitektorning xatosi tufayli kelajakda ular majbur bo'lishadi shu narsani buzib boshqatdan qilish. Shuning uchun shu detallarni обязательно o'rganish kerak. Shundan men shu yerda javobni topdim. Endi o'zingiz bilasiz, любой odam shu nafaqat arxitektura, boshqa soha bo'lsa ham, agarki o'zingizda jilaningiz bo'lmasa, biron kim boshingizni ochib o'sha arxitekturani solib bermaydi-da sizga. Bu yermi boshqa joymi jilani bo'lishi kerak, qo'yish bo'lishi kerak, keyin o'qiysiz. Mana bu kursingiz 3 oy. Lekin men bilmadim, 1 oymidi, 1,5 oy oldin kelgandim oldingizga. Keyin oradan ancha vaqt yo'qolib ketdim. Ishim chiqdi. Uzr. Lekin shu qisqa muddatda bo'lsa ham siz tufayli o'sha narsalarni tezroq o'rganib tugatdim. Yaxshi. Hali davomi bor. Davomi bor. Inshaalloh buni nima qilib bitirib, renderlarni qilib jo'nataman sizga. Yaxshi, komplekt qilib tugatamiz. 3D Max'da ham o'qib chiqdingiz-a? Yo'q, endi nasib bo'lsa. arxitekturani o'zini ko'rdingiz. 3D Max ham yaxshi-yu, lekin baribir uni kuchaytiraman dedingiz-a? Bu o'qish yana plus bo'ladi-da. Yaxshi. Xullas, savolimga javob olmadim deganingizda boshida qo'rqib ketdim. Bizni kursi o'qib turib javob topmadingizmi debman. Yaxshi, foydamiz tekkan bo'lsa, xursandmiz. Men aytmoqchi bo'lganim, sizni tushuncha bo'lib turib, olib yana qo'shimcha narsalarni oldingiz. Mana noldan kelganlar qanchalik tushunar ekan darsni ko'rib chiqdingizmi? Fikringiz qanaqa? Eplab keta oladimi biz darsni ko'rib? Qiyinmas ekanmi darsni? Endi to'g'risi men o'zim noldan boshlamadim. Endi aniq ayta olmayman sizga-yu. Lekin juda ham bu darslik sodda qilib tushuntirilgan. Menimcha 3 oy
ko'plik qilsa kerak bu narsaga 3 oy o'qisa точно o'rganadi любой bemalol odam o'rganib ha. ketaveradi. Yaxshi. Shuning uchun ozgina zapasi bilan berganmizki, kurs ishini tugatib turib, hamma shunaqa bitta mustaqil ish tugatsa, ana kelgan talabada ham ishonch paydo bo'ladida, bemalol eplab keta olaman shu narsani degan. O'zi ikkita proyektni to'liq tugatgandan keyin shunaqa o'ziga ishonch paydo bo'ladi. Xullas, gapiramiz desak, masala ko'p, Ansorbek. Nasib bo'lsa bitta YouTube uchun ham chiroyli qilib video tayyorlaymiz. Bu mana shu sohani noldan o'rganmoqchi bo'lganlarga ham yoki qanaqadir tushuncha bo'lib turib, dalcha davom ettiradiganlar uchun ham manfaatli, xolis video bo'ladi.